Nima? Erishib qolmagansan? Alıdığanğa er çıkmagandek. Bir meyip balığı tegmekçimisan? Kallan cayıdı mı? Ah, bu degine yemeği yigizim, giymeyi kiygizginimning mukaffatı mı bu ha? Kızım, siz doğru dediniz. Adam, qilchi o'rtoqligi yo'q bir odam bilan birga turmush qursa, jahonda uningdimi o'ta azobli ish yo'q. Buning azobini mana men obdan bilaman. Navodi sizning to'y ishingizmi orzuyingizdagidek chiqmasa, men oxirgi tinqimgacha azoblanib yashashim mumkin. Bahardek güllürüm vardı bir çağlar. Bahardek güllerini sığındım acep. Şu sebep özümni taşlab etmedim. Ötsümü peşimden talayla kısmet. Ko'p qismliq ovozliq asar Judunga ichilgan gul. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. 4-bob. Boran chopqin. 14-qismi. Safarni to'liq yaxshi ko'ratdim. Ammo bu qatimqi safarim to'liq ko'ngilsiz ishlar bilan boshlangan safar bo'ldi. Üstülab kelgan bu ko'ngilsizliklar meni obdalla charchatgan edi. Endi turmushimda ilgirkidek har vaqt dardlarimga jo'r bo'ladigan orzugul do'stim yo'q edi. Yo'l bo'yi bu bir haftadan buyon yuz bergan ishlar kallamga kirib olib, ko'zimni yumsammu hech bir uyqu keladigandek bo'lmag'achqa faqatli uxlay olmay qolgan edim. Men kechalab bo'lsa-mu Urumchiga kelib, navri singlimga telefon qilib, ularning uyiga kelib oldim. Navri singlim bo'lsa, tatliq uyquga ketgan. Men bo'lsam bu notonish shaharda cheksiz xiyolga g'arq bo'lgan holda xiyol surib yotmoqdaman. Ajiba, ruhiy jihatdan charchash degan shu qadar ig'ir bo'lamdigandi. Men bir oz bo'lsa-mu oromlik tepish uchun ko'zimni xali yumgan bo'lsam-mu, hech uyqum kelmagachga sumkamdan kundalik xotiramni elib bu yozmalarni yezib o'ltiribdiman. O'tgan bir hafta 10 kunlik ishlarni aslasam, tush ko'rayotgandek tuyg'uda bo'laman. Tanhaning heliqi xotirasini topshirib olgan kundan boshlab ko'ngil rishtim uningga bog'lanib qoldi. Shu qadar cho'nqur sevgi, uning menga bo'lgan talpinishi har chaq meni chaqirayotgandek tuyuladi. Uyimizga kayni-kayndan kelgan elchilarning ko'payishi ko'nglimni bearam qilishga boshladi. Men rat o'ylanish orqali oxir g'ayratga kelib, tanhoni tanlaganligimni uydagilarga dedim. Apam mening shunchalik samimiy aytgan so'zlarimni chaqchaq qilyotidi deb o'ylab qolgan edi. Ammo men so'zlarimning haqiqiy chin so'zim ekanligini aytib turib oldim. Nima? Erishib qolmagansan? Alıdığanğa er çıkmagandek. Bir meyip balığı tegmekçimisan? Kallan cayıdı mı? Ah, bu bana nime kerkenek? Şarım korusun. Seni ballarımdan içinde en akıllık dep yürsem tehi. Seni muşundak urunlaştırıp atanın aldığı kandak barımen. Ha? Degine yemeği yigizip giymeyi kiygizginimning mukaffatı mı bu ha? Apamning ho'ngrab yig'lashlarga qo'shilib, hadam menga ko'zini alaytib turib hujum qilishga boshladi. Ularning tillash va tap-tanisining dastidan elimi yiqilib qolmadim. Bechora apamga tizlanib turib putini
ching'ida tutib, yuragimdagi gaplarni aytdim. Canım abba. Canım abba. Meni tushuning. Mening mushu ko'nglimni birla qatim tushuning bo'lamdi. Men sizning bag'ringizni yerib chiqqan o'z balangiz. Atam kichkimdala olamdan o'tdi. Mening japoyim balalar ichida sizga eng ko'p tushdi. Men o yigitni menga loyiq chiqmay yoki oladigan er chiqmay tanlaganim yo'q. Belki bu dunyoda meni oningdek tushunadigan odam yo'q canım abba. Meni tushuning. O her qanday bir kunda meni tashlab qo'ymay ahvol so'rab turdi. Ko'nglim yerim bo'lsa tasalli berdi. Menga madad berdi. O gerçi meyip bo'lsa-mu, shu qadar oliyjanob. Shundoq oq ko'ngil yigit. Bu dunyoda meni oningdek yaxshi ko'radigan yana bir yigit topilmasligi mumkin. Bizning aramizda o'rtoqlik bor, tushunish bor. Navoda o'zimni qil tushunmaydigan o'rtoqligimiz yo'q birisi bilan turmush qurib qolsam, o chog'da baxtsiz bo'lib qolmamdiman. Mening ishonchim komil. O gerçi meyip bo'lsa-mu, boshqalar berolmagan baxtni o menga ato qila oladi. To'g'ri, uning teni ojiz meyip. Siz meni bir umr jafo tortib qolmas ekan deb o'ylaysiz. Lekin men rozi. Meni yaxshi ko'radigan, men uchun hatto jonini qurbon qilishga tayyor bo'lgan birisi uchun onchalik badal to'lasam hech gap yo'q. Siz kichkimdala ojiz yo'qsillarga, meyiplarga qo'lingizdan kelishicha yaxshilik qiling deb tarbiya qilatdingiz-ku. Vujudimdagi bu xil mehrni dal o'zingiz tarbiya qilgan emasmi? Canım abba, menga rozilik bering. Mening baxtli bo'lishimni tilang. Agar uning bilan to'y qilishimga rozilik bermasangiz, men bir umr to'y qilmay yolg'iz o'tib ketaman. Mening rostilla uning bilan o'tgan bor. Faqat uning bilan yassamla har qanday jafo mushaqqatlarni ko'rishga roziman. Appamga shu gaplarni aytib, ichimdan o'rtayotgan yig'amni besib turolmay, hujramga yugurgan holda kirib ketdim. Yostiqimga yuzimni yiqib, rosa yig'labdiman. Bir chog'da Müramning bosh urilishi bilan asta beshimni ko'tarib qarasam, dadam beshimda turibdi. Men shu qadar azob ichida turg'ashqa, uni meni aybligili kirdi deb o'ylab ekanman. Bayatin, hammani angladingiz. Yana nimani bilmaysizsiz? Xo'sh bo'p qolay. Meni birdam aramimda qo'ying. Yo'q. Meni xato tushunib qoldingiz. Men bu yerga sizni ayblash uchun kirmadim. Men bu uyga kelgan chig'imda siz oralla bir necha yoshga kirib ekansiz. Shunchalik o'moq, shunchalik sabiy. Men qachon bu uyga kirdim, shu chog'dan boshlab sizni o'z qizimdimi ortiq chora ko'rib, butun mehr muhabbatimni berdim. Albatta, hali ham siz mening o'z qizimdimi ortiqsiz. Apangiz ikkimiz 20 yilga yaqin uy tutish jarayonida qanday kunlarni ko'rmagandaysiz. Har qanday bir jafo mushaqqat, ig'irchilik hamon o'tib ketadi ekan. Siz kichkinizla bizni shunchalik xushal qilib, maktablarda intayin tirishib o'qidingiz. Sizning aqliy qobiliyatingizga, talantingizga zodi gap ketmaydi. Mening hayotimdagi eng chong o'kinishim zodi nima? Siz bilamsiz. Men bir erkak, bir ota turqliq sizni o'qitishda chang turolmay qolibdiman.
Asli men otangizning o'rinda bu uyda turgan ekanman. Otangizning barliq o'tashga tegishli majburiyatlarini bütün kuchim bilan ado qilib minishim kerak edi. Afsuski, biz bir mezgillik qiyinchilikni dapla sizni yuqori o'rlab o'qitishdan mahrum qilibdimiz. Ha nima bo'lsa, siz boshqa qizlardek o'shiqlik qilmay, beshimizni og'ritmay, bu xil turmushni xushallik bilan qabul qildingiz. Men ayni chog'da opangizga aytgan, do'kon ichib bersanglar, so'da qilsammi mayli degan gapingizni anglagandan keyin tirishib ishildim. Shu yili ta'limimizga paxtadan mo'l-usul ilindi. Sizga oddiy bo'lsa-mu, do'kon ichib bergandan keyin sizning tirishchiligingiz bilan hal ahvolimiz yildan yilga yaxshilanib maqdi. Sizdan shunchalik faxrlandim. So'dalarni shunchalik yaxshi ilib mangan aqlli bir qizni o'qita olgan bo'lsak, naqadar katta odam bo'lib ketar edi degan bir pushaymon yuragimni ta hozirgacha azoblab keldi. Gerçi siz amdilar 20 yoshga kirgan bo'lsangiz-mu, sizni heligacha ashu g'uborsiz bir necha yosh holatingizdagi sabiy, go'dak qiz bola deb o'ylaydim. Ammo bugun qilgan so'zlaringizdan sizning cho'ng bo'lganligingizni his qilib, ko'zlarimga yosh oldim. Sizning meni o'z otangizning o'rnida ko'rdiganligingizni bilmayman. Ammo ishiningki, siz menga nisbatan o'z qizimdanmi ortiq. Bilamsiz, qaysi ota-ona o'z bolasining baxtliligini ko'rishni xohlamaydi. Qaysi ota-ona bolalarning xushalligini o'ylamaydi. O'zingizni opangizning o'rniga qo'yib o'ylab ko'ring. U bir ana. U albatta sizni bir umr jafo tatmay, xotirjam, xushal-xo'ram yashab o'tsa deb o'ylaydi. Biroq bugun men sizning qanchalik zo'r g'ayrat, jur'at bilan bu gaplarni qilganingizdan sizning o yigitga bo'lgan mehringizning shu qadar cho'nqur ekanligini his qildim. Qizim, jahonda uningdimi o'ta azobli ish yo'q. Buning azobini mana men obdan bilaman. To'y qilish umrlik cho'ng bir ish. Hargiz muchaqchaq qilg'ili bo'lmaydi. Mening yaningizga kirishimdagi maqsad ilgari sizni o'qitalmaganligimiz uchun men ta hozirgacha o'zimni ayblash ichida azoblanib yashab keldim. Navodi sizning to'y ishingizmi arzuyingizdagidek chiqmasa, men oxirgi tinqimgacha azoblanib yashashim mumkin. To'y qilish, turmush qurish ishida ikki odamning mehr muhabbati eng muhim o'rinda turdi. Qin ayting qizim, o yigitning meyib bo'lishi cho'ng ish emas. Lekin u sizni rostli yaxshi ko'ramdi. Dadamning gaplarini anglab, ko'zlarimdan ixtiyorsiz yoshlar qo'yildi. Men o'zimni tutib ololmay qolgan edim. Men dadamga qarab, shundoq degan ma'noda boshlang'ich turib, tanhaning xotirasini echib dadamga tangladim. Dadam xotirni qo'yniga selibla, hech qanday gap so'z qilmay hujramdan chiqib ketdi. Men o kuni kechda faqatla uxlay olmagan edim. Birdan bir xiyolimda o'ylaydiganim opamni qoyil qilishdi edi. Opam atgangi ahvoldan qaraganda bu ishga hargizmi rozilik bermaydi. Agar ilgirgidek Arzugul yenimda bo'lgan bo'lsa, rosa bir yig'lab ichimni bo'shtib olgan bo'lsam, u hech bo'lmasa ko'nglimni yasab menga yaxshi maslahat beralaydi. Miskin ko'nglimga azroq bo'lsa-mu madad beradi deganlarni o'ylab turganimda, tuyuqsiz dadamning gelini qirib turib chaqirgan ovozi anglandi. Men hech qanday javob qaytarmay eshikni ochdim. Dadam bir qo'lida choy cho'gini, yana bir qo'lida patnis ko'targan holda turadi. Dadam menga xotiringiz mana degandek patnisni ishorat qildi. China ostida xotiram bor edi. Men rahmat o'rnida boshlang'ich deb patnis bilan cho'ginni oldim. Dadam mening yaxshi aram elishimni taplabla orqaga o'rildi. Xiyollarimning cheki yo'q edi. Dadam xotirini o'qidimi, o'qimadimi, uni bilolmadim.
tuyuqsizla tanhaning xotirasini yana bir qatim o'qib beqish istagi tug'ilib, xotirini aytishimga ichidan bir varaq qog'oz pastga tushib ketdi. Men dadamni xotirini yirtib qo'ygan o'xshamamdu deb ansirgan holatda pastga tushib ketgan qog'ozni qo'limga elib to'lima hayron qoldim. Bu xotirning varaqi bo'lmasdan, aksicha dadam menga yozgan xat edi. Canım qizim, nim desam bo'la. Rahmatlik opam olamdan o'tgandan keyin bunchalik yig'lab boqmabdi ekanman. Gulzorliq bog'larmi onun qalbidek go'zal bo'lmas. Qarliq dalalarmi onun ko'ngildek oq bo'lmas. Bulbul ovozimi uningdek mungluq bo'lmas. Bu jahonda nima ang tasbilamsiz. Odamning arzu armonlariga yetmigi ang tas. Shundaqla o'zi ham o'zini yaxshi ko'radigan yana bir hamroh tepish texmi tas. Onun xatlarini o'qib tugatmayla. Ikkinlarning baxtli turmushini, tatli kulganlarini ko'rgandek bo'ldim. Bering qizim, hargizmi kechiktirmang. Berib o'z baxtingizni teping. Apangiz ham qarindoshlaringiz sizga dushman emas. Ular sizning baxtli turmushingizni ko'rsa, hamon siz uchun xo'sh bo'ladi. Bu reallikni qabul qiladi. Rahmatlik otangizning nomidan aytamanki, shu yigit bilan o'tsangiz, cho'qim baxtli o'tkidaksiz. Apangizning hilqi gapi esingizdami? Hayotlikning tanlab bergini bizning tanlashimizdan eng go'zal bo'ladi. To'g'ri. Bu tanlash garchi egri sinoqlarga yoshiringan azobli bir tanlash bo'lsa-mu, lekin to'g'ri tanlaganingizdan faxrlanaman. Sizga oq yo'l tilayman qizim. Ko'zlarimdan oqqan yosh mangzimni bo'ylab sirg'ib tushib, tanhaning xotirasini hul qilayotgan edi. Men taxi necha soat oldidala o'zimni yo'lanchiksiz yegona odamdek his qilib edim. Mana endi dadamning bo'lsa-mu, ko'nglimni tushungandan dadamni texi hayotgan deb o'yladim. Hamda bu tanlashga yo'l ochilganligidan bu mening tanlashim bo'lib qolmay, ham hayotlikning tanlash ekanligiga ishonib, darhol safar tayyorligini qilib, tong atarga yaqin hujramga bir parcha xat qoldirib qo'yib, uydan chiqqan edim. Balkim uydagilar bu vaqtgacha o'rnimdan tura olmaganligimdan ansirab hujramga kirganda, mening yo'qligimni bayqab, yostiqimning ustiga qo'yilgan xatimni ko'rgandim. Jinim apa, salomatligingizning bargan sira ojizlab mengayotganligini bilaman. Sizni yig'iltish emas, sizni xafa qilishmi xiyolimga kirib chiqmaydi. Rahmatlik otamdan kichik qolganimdan boshlab, siz bizni o'gaylik azobida qolmasin deb chechingizni supurga, qo'lingizni ko'say qilib ham ota, ham apa bo'lib yashab keldingiz. Mening tunugungi qarorimni qanchalik qiylanish, qanchalik zo'r g'ayratlar bilan sizga deganligimni balkim tasavvur qila olmaysiz. Bir qiz uchun bu haqiqatan bek mushkul, bek tas. To'g'ri. Mayli siz bo'ling yoki qarindoshlarim bo'lsin, hammanglar baxtimni ko'rishni o'ylaysizlar. Ammo hech qaysinglar mening yuragimni tinglab boqmadinglar. Agar mening tanlashimga rozilik bermay qo'shilmasanglar, men toki tanhoga o'xshash meni to'liq tushundigan, qayg'u shodligimga jo'r bo'ladigan yana bir tanho oldimga kelgichi saqlayman. Meni kechiringlar. Men oningdan boshqalarni o'ylay olmadim. Oningdan boshqani qalbimga sig'dira olmadim. Shundaqla keyingi hayotimda o'zimni oningdan boshqaga xotirjam topshira olmayman. Yaqindan beri bu ishlarni bek to'la o'ylab charchadim. Hamma dardimni anglaydigan, hamdamda bo'ladigan arzugul do'stim yenimda yo'q. Shunga bir mazgil sayli sayohat qilib aylanib, ruhiy kayfiyatimni yaxshilab qaytib kelmoqchiman.
Örümchiga qarab mangdim. Mendan ansirmanglar. Sizlarning g'ayrib ko'nglimni tushunishinglarni to'limi arzu qilaman.